Qanaqasiz? Sog'lik yaxshimi? Kelasi Ramazon oylariga xonadonda mana shunday akamizni sihat salomatlikda birga mana shunday davra qurishligimiz nasib bo'lgan. Alloh mana shu ishlarga rivoj bergan. Bismillah. Hormaylar. Sizmi? Aka Alisher Mansur. Mashallah. Ro'za kunlari mahallada bitta chiqib bor yuribman-da. Aylanib. Mana hozir sizchi oylar bo'lsa kerak. O'g'limda. Sog'liq qarang. Sekin. Agar o'qib, yaxshi bir o'qib bir mutaxassis bo'lsa, shu kelajagi shu bilan bog'langanini o'zi bilyapti. Hamma xonadonimizga Xalqim bova keldilar. Xonadonli o'g'lim keldilar. O'zimiz mana mahalla konsertdan topqodir. Oldida ham keldilar. Hammalar sog' bo'lsin, charchamaydi. Biz tinch bo'lsin. Xonadonlarimiz Allohga taqolarimiz xayr barakat bo'lsin. Nimalarga rahmat. Sizlardan qo'shib kerakdan shu yerda sizlar bilan birga o'tirib iftorlik qildik. Hamma kelinimizga tashakkur bilaman. Demakki, bir yo'llarida bo'lib, boshqa qilib eng katta davo o'sha bo'ladi deb o'ylayman. Endi doridan ham boshqadan ham yonida turib boshqa qilib, mana 3 ta qizni to'g'ri vaqtlarab, avvalambor buni boshida sizsizda. Buni boshida baribir toshu tarozi bo'lib turadigan o'sha hamma narsani balansga solib turadigan siz o'sha katta o'limi degani bekorga emas, bitta ayz bor. Mana ajab emas, Xudoning bergan dard, Xudo mana shifosini ham beryapti ekan harakati bilan. Ben şu xonadonda mana endi o'ylaymanki bugun kelib mana tanishib sizlar shu turib bir dars orqali o'tiribmiz. Yaxshi bir niyat qilamanki mana men kam joyi yo'q hozir. Kam joyi chunki 3 ta qiz, bir o'g'il. Xuddi mana Xudoyim hamisha fayz barakat nimalarni ko'rganda xursandman. Fayz yuzingizdan nur yog'ib turibdi. Avvalambor siz boshki mana bular shunday o'tirishi, shunday tinch totuv yashashi. Mana Xudoyim aytyapsiz, bu yoq mehnat, bu yoq Xudoyim ajab emas. Mana sekin iloyim Xudoyim shifo bersin, oxirigacha tuzalib ketib, hali esingizdan chiqib ketib, oilani tebratib, bu qizlarni, farzandlarni hammasini joy-joyiga qo'yib, Xudoyim nasib qilsa to'ylarga yetsanglar, Xudo xohlasa to'ylarga ham kelamiz, Xudo xohlasa. Demek agar sizdan yordam kerak bo'lgan bo'lsa, mana rais bizni vakil shu davo qilsanlar berib bizdan yoramiz. Har ilohim xonadonda fayz baraka bersin. Yurtimiz gullab yashnasin. Siz ham darzingiz shifo bersin. Onaxonni rohati kamolini, bolalar rohatini kamolini ko'rib, sizga nasib aylasin, kelinga nasib aylasin. Ular shu yerda sağ olun, selamat olun.